Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Biz hozir Makka shahridagi Sohat mehmonxonasining shundoqqina orqasida turibmiz. Siz ko'rib turgan mana bu Sohat mehmonxonasi Saudiya Arabistonining podshosining buyrug'i bilan qurilgan. Bino 2008-yil qurilishi boshlangan, 2012-yil foydalanishga topshirilgan. Sohat mehmonxonasining balandligi 601 metr. Dunyodagi eng katta binolarning ikkinchisi, dunyodagi eng baland sohatlarning esa birinchisi hisoblanadi. Siz ko'rib turgan mana bu sohatning eni va balandligi, sohatning o'zi eni va balandligi 43 metrga 43 metr holatda va Sohat mehmonxonasini 120 etajdan tashkil topgan, 60 ming mehmonni qabul qila oladi hamda 100 dan oshiq lifti bor. Xo'p, endi mana bu siz ko'rib turgan sohatini ko'rsatib turadigan kichkina strelkasining uzunligi 17 metr, eni esa 3 metr. Mana bu sohatning minutini ko'rsatib turadigan katta strelkasi bo'lsa, uzunligi 22 metr, eni 3 metr. Hop, mana bu sohatning to'rtala tarafida har bir sohatning o'zini mexanizm motorchigi bor. Shu mexanizm motorchi har bir motorchigining og'irligi 21 tonnadan tashkil topgan. Endi mana bu biz ko'rib turgan sohatning tepasida turgan Allohu akbar, Allohu akbar degan yozuv dunyodagi eng katta yozuv bo'lib, alif so'zi, Allohdagi alif so'zining uzunligi 23 metrni tashkil qiladi. Va mana bu biz ko'rib turgan sohatning tepasidagi oy, yarim oy shaklidagi oyning og'irligi 107 tonnani tashkil qiladi. Hamda mana shu oyning ichida 200 dan ziyod odam sig'adigan masjid hamda mana shu joyda ishlaydigan odamlarning ofislari joylashgan. Oyning eni 25 metrni tashkil qiladi. Xo'p, ushbu binoning qurilishida 15 milliard dollar ketgan deb aytishadi. Va mana bu biz ko'rib turgan oy va oyning ushlab turgan tagidagi temirida 21 mingta yashil chiroq bor. Azon aytilgan vaqtda bomdod, shom, xufton namozlariga azon aytishni boshlaganda o'sha joylarida zangori chiroq yonadi. 15 kilometr, 20 kilometrdan turib ko'zi, qulog'i eshitmaydigan odamlar bemalol namoz vaqti bo'lganligini ko'ra olishadi. Hop, mana bu Sohat binosining tag qismida esa taqriban 1000 ta mashina sig'adigan avtoturargoh ham joylashgan. 1400 taga yaqin do'konlar bor hamda 11 mingga yaqin ishchilar xizmat ko'rsatadi. Ana endi esa o'sha oyning ichidagi masjiddan Ka'baning qanday holatda ko'rilishligini tomosha qilamiz. Bismillah. ايش تسوي حسام؟